Endi sahna o'lchamlariga keldik. Ba'zida bo'ladi, qahramonimiz sahnadan chiqib ketib qoladi, qaytara olmay o'tirishadi bolalar. Shu paytda sahna o'lchamini bilib qo'ygan yaxshiroq hisoblanadi. Qaysidir shakllarni birgalikda chiqarib, sanab chiroyli qilib, hisoblab chiqarishda ham xuddi shunga ahamiyat berishimiz mumkin. Mana bu Y va X o'qlarining, mana X o'qi deb qo'yibdi. Mana ustida ham chizaman. Mana bu menga X o'qim. Mana bu Y o'qi mana. Bunaqasi Y, bu eni X. Shundan X ni plus tomonida nechta bor ekan? 240 ta nuqta bor mana bu tomonda. Xuddi shunday musbat tomonida 240 bo'lgandan keyin manfiy tomonda ham 240 ta bor. Demak, jami X'imiz 240 ga 240 qo'shsak 480 ta nuqtadan iborat ekan eni sahnamizning. Bu yerga qaytadigan bo'lsak, Y ni 0 dan yuqorigacha plus musbatda 180 ta nuqta bor. 0 dan pastda minus 180 gacha yana 180 ta nuqta bor. Demak, Y o'qimizda 180 tadan jami 360 ta nuqta bor ekan. Endi sahnamizning 4 burchagidan nuqtalar berilgan ekan. Mana bu nuqta qaysi joyda joylashgan? X musbat tomon, Y ham musbat tomon. Demak, bu nuqtamiz X da ham katta 0 dan, Y da ham katta 0 dan. Eng chetki nuqtamiz bo'lsa agar X 240, Y 180 bo'lar edi. Oxirgi mana bu burchakdagi nuqtachamiz. Bu tomondagisi qanday bo'ladi? Bu tomonda qarang. X manfiy tomonga o'tgan. Demak, X'imiz 0 dan kichik manfiy tomon. Y'imizchi? Y'imiz musbat tomonda, pastda emas, yuqorida Y'da. Demak, Y'imiz katta 0 da. Mana bu qismga qaraymiz. O'ng pastki burchagimizdagi nuqta qanday bo'ladi? X bu tomonda qanday? Musbat. Demak, X'imiz musbat bo'lishi uchun 0 dan katta. Y'imiz esa pastki tomonida turibmiz, manfiy tomonda. Demak, Y kichik 0 dan turibmiz. Va oxirgi chap pastki burchakdagi nuqtamiz X ga ham Y ga ham qarasak, mana X manfiy tomonda, Y ham manfiy tomonda. Demak, X ham kichik 0 dan, Y ham kichik 0 dan. Mana 4 tomonini 4 ga ajratib yozib oldik mana. Men 0 ga nisbatan oldim. Bu yerda eng chetki nuqtalarning o'sha koordinatalarini berib qo'ygan. Jimlik qoidasi bo'yicha har doim sprite 0 dan ishni boshlaydi. Siz boshlang'ich nuqtasini o'zingiz bermasangiz. Po umolchaniu, ya'ni jimlik qoidasi bo'yicha X ham Y ham 0 da mana shu markazga sprite kelib tushadi.